obunachilarimizdan kelgan savollarga javob berib o'tamiz. Doktor, asabim tez buzilib, yig'lab yuraveraman. Hayz siklim ham buzilgan. Organizm bitta sistema, xumdon, qalqon simon bezi gormonlaridagi buzilish. Davolanib tursa umuman yo'q bo'lib ketadimi? Menda kecha tugunli buqoq aniqlashdi. Operatsiya yoki bizning metodika orqali ko'p burunni shamollaydi, nafas og'izdan oladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun YouTube sahifamizda va boshqa bizning ijtimoiy tarmoqlarda obunachilarimizdan kelgan savollarga javob berib o'tamiz. Videoni diqqat bilan kuzating, chunki ulardan kelgan savollar sizda ham bo'lishi mumkin. Biz boshlaymiz. Demak, birinchi savol obunachimizdan kelgan ekan. Doktor, asabim tez buzilib, yig'lab yuraveraman. Hayz siklim ham buzilgan, bir oyda bir necha marta kuzatiladi. Nima maslahat berasiz? Hop, organizm bitta sistema, ya'ni bir-biriga bog'liq, ayniqsa bezlar, qalqon simon bez, tuxumdon, gipofiz, gipotalamus, buyrak usti bezlar, bular o'zaro svязь, o'zaro aloqada ishlaydi. Ya'ni retseptorlar gormonlarning sezuvchanligiga qarab ko'payib, pasayib boradi. Sizning holatingiz bu qalqon simon bezi gormonlaridagi buzilishdan bo'lishi mumkin. Agar bizni klinikamizga murojaat qilsangiz, bizda to'liq tekshiruvni o'tishingiz kerak. Bizdagi vrachlar, ginekolog bilan endokrinologlarimiz birgalikda aniq tashxisni qo'yamiz va yordam ko'rsatamiz. Xo'p, keyingi savol, bu buqoq kasalligi davolanib tursa umuman yo'q bo'lib ketadimi degan savol berishibdi. Albatta, tugunlar so'rilib butunlay yo'q bo'lib ketadi. Bizning ko'p tarmoqli klinikamizga murojaat qilsangiz, biz hujayra darajasida davolash va traditsion davolashni kombinatsiyalab birgalikda amalga oshiramiz. Bir nechta kursdan so'ng albatta tuguningiz yo'qolib ketadi. Demak, keyingi savol, menda kecha tugunli buqoq aniqlashdi. Operatsiya qilish kerak deyishyapti. Shunga operatsiyasiz ham yo'qotsa bo'ladimi? Odatda qalqon simon bezdagi tugunlar adenomatoz tugun, kaldoid kistalar tugunlar bo'lishi mumkin. Bular xavfsiz o'sma hisoblanadi. 90% holatlargacha. Bu uchun biz UZI xulosalarni ko'rishimiz kerak. Ularni ko'ramiz hamda gormonal tekshiruvlarni tashlasangiz biz aytamiz, operatsiya yoki bizning metodika orqali davolab bo'ladi deb biz tavsiya bera olamiz. Keyingi savol adenoid bo'yicha ekan. Doktor, nevaram 3 yashar, adenoid bor. 3-stepen deyishdi. Ko'p burunni shamollaydi, nafas og'izdan oladi. Operatsiya qilishmoqchi, nima maslahat berasiz? Adenoid bu oldingi videolarda ham biz aytganmiz, burundagi limfoid to'qimaning, burun halqum sohasidagi limfoid to'qimaning Valder halqalari deyiladi. Kattalash hisoblanadi. Bolalarda bu o'sha immun tizimining giperreaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni bakteriyalar, viruslar tushish hisobida o'sha fagositoz makrofaglarning, interleykinlarning giperreaksiyasi natijasida proliferatsiya bo'ladi, kattalashadi. Odatda buni kesamiz, operatsiya qilamiz deyishadi. Biz operatsiyasiz davolashni taklif qilamiz. Chunki birinchi, ikkinchi, uchinchi darajada konservativ podxod qilib, bir nechta kursda, odatda 2-3 kursda butunlay so'rilib ketgan holatlar juda ham ko'p. Operatsiyani tavsiya qilmaymiz, chunki operatsiya qildirib ham qaytib kelayotgan bemorlarimiz bor. Ya'ni 2 oydan keyin, 3 oydan keyin yana o'sha Valder halqalaridagi boshqa limfoid to'qimalar kattalashib, yana o'sha og'izni ochib, xurrak ochish holatlari kuzatilyapti. Shuning uchun biz birinchi etapda, uchinchi etapda konservativ davolash va hujayra metodikasi orqali, o'zimizning metodika orqali davolashni tavsiya qilamiz. Keyingi savol, doktor, UZI qog'ozlarini onlayn ham ko'rib bera olasizmi? Boshqa davlatdanmiz. Telegram kanalimizga yoki Instagram sahifamizga tashlab bersalaringiz, administratorlar bizga tashlashadi. Biz vaqtimizga qarab ko'rib, tavsiyalarimizni, xulosalarimizni beramiz. Keyingi savol, doktor, yaxshimisiz? Men 30 yoshdaman, bitta farzandim bor. Farzandimni tuqqandan keyin tugunli buqoq paydo bo'ldi. Yodomarin bilan Eltrox dorisini ichaman. Homilador bo'la olmayapman. Buni ta'siri bormi? Buqoq paydo bo'ldi. Xo'p, albatta homilador bo'lish, hayz siklining buzilishi bu qalqon simon bez kasalliklari bilan bevosita bog'liq. Chunki qalqon simon bez gormonlari
tuxum donlarini, umuman menstruatsiya siklini bevosita regulyator hisoblanadi. Gormonal tekshiruvlarni o'tishingiz kerak. Xalq osmon bezi bo'yicha barcha tekshiruvlarni yoki bizning klinikamizga murojaat qilsangiz, biz sizni to'liq ginekolog, endokrinologlar bilan tekshirib, o'zimizni metodika bo'yicha yordam ko'rsatamiz. Chunki besplodiyya bilan ham biz ginekologlar bilan, o'zimizni vrachlarimiz bilan kompleks muvaffaqiyatli davolayapmiz. Homilador bo'lishingizga ham yordam beramiz. Keyingi savol, angina bilan adenoidi bor, ikkinchi darajali ekan, davolasa bo'ladimi yo operatsiya qilish kerakmi? Iltimos maslahat bering. Xo'p, adenoidi bo'lsa va anginasi bo'lsa, oldin aytib o'tganimizdek, bu valder halqalari va o'sha mindar limfoid to'qimalarining kattalashishi hisobidan bo'ladi. Albatta bu etapda konservativ podxod va bizning metodika orqali davolashni tavsiya qilamiz. Operatsiyani tavsiya qilmaymiz. Demak, yana oldingi o'xshagan savol, qizim 6 yosh, burnida go'sht bor deyishdi. Tomog'ida anginasi ham bor ekan, operatsiya qilish kerak deyishyapti. Operatsiyasiz davolasa bo'ladimi? Tomoq og'rishi 1 yoshligidan boshlangan. Ko'p og'riydi, tez isitma oladi. Shunga nima qilish kerak? Xo'p, manzil qayerda bormoqchimiz? Xo'p. Adenoid bo'yicha, tanzilitlar bo'yicha juda ko'p hozir murojaat qilishyapti. Biz oldingi videolarda aytganimizdek, tomoqdagi limfoid to'qima, tanzilit yoki valder halqalari, adenoidlar, bular limfa to'qimasi hisoblanadi. Buni operatsiya qildirishga shoshilmaslik kerak. Chunki bu immun tizimining darvozasi hisoblanadi. Biz o'zimizning metodika orqali operatsiyasiz davolashga yordam beramiz. Manzilimiz o'sha YouTube'dagi kommentariyalarda biza yozib qo'yishgan, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Keyingi savol. Yoshim 58 da, menda AID, autoimmun tiroidit, gipotiroz bor. 20 yildan buyon gormon ichaman. Lekin simptomlar yildan yilga oshmoqda. Davosi bormi? Albatta davosi bor. Biz oldingi videolarda ham aytganmiz, quruq gormonal preparatlarni ichib yurgan bilan autoimmun tiroidit yoki gipotirozni davolab bo'lmaydi. Bunda kompleks yondashish kerak. Kerak bo'lsa o'sha yana qayta gormonal analizlarni ko'rishimiz kerak. T4 ni, T3, TTG, balki T4 ni T3 ga konversiyasi buzilayotgandir. Qo'shimcha mikroelementlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizni klinikamizga murojaat qiling, albatta sizga yordam ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men 2-kursga bormoqchi edim. Hozirda homilador bo'lib qoldim. Homiladorman. Davolanishni davom ettirsam bo'ladimi? Eson-omon farzandingizni qo'lingizga oling. Keyin metodikamiz bo'yicha davom ettirsangiz bo'ladi. Biza homiladorlik payti bu metodikani to'xtatib turamiz. Keyingi savol. Qizimda eshak yemida allergiyasi bor. 4 yildan beri qiynalib kelyapti. Parhez qildirib kelyapman. Toshkent shahrida doktorga ko'rsatdim, lekin foyda bo'lmayapti. Bilakdan qiladigan ukolni ham oldik. Xo'p, endi nima ukol olgan bilmaymiz. Allergik kasalliklarda biz muvaffaqiyatli metodikamiz ishlayapti. Albatta qizingizni olib kelsangiz biz kompleks davolash choralarini ko'ramiz. Odatda allergiyada 3 ta kursdan so'ng, ya'ni 3 oy 4 oydan keyin to'liq tuzalish kuzatilyapti. Shuning uchun bemalol bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Eshitib yo'qotib qo'ygan narsamni topganday bo'ldim. Farzandim 1 yoshli, 8 oylik. 2 oydan beri nafas ola olmaydi burundan. Kechalari burundan yaxshi nafas ola olmagani uchun yig'lab chiqadi. Boshida burun bitish, keyin suv oqish, ko'z atrofida axlatlar, tomoq yo'lida xirillash kuzatildi. Keyin ular ketib faqat burun bitish davom etib, yuziga toshma-tosh qo'shildi. Ularga allergologga, pediatrga bordik. Deyarli natijasiz. Bu nima kasallik? Davolab bera olasizmi? Samarqandga qachon kelasiz? Aniq sanasi bormi? Bolam kichkinalik qilmaydimi lechenangizga? Xo'p. Bu yerda albatta tekshirish kerak. Men maslahat berardim. Toshkentdagi klinikamiz, ko'p tarmoqli klinikamizga murojaat qilishingizni. Bu yerda endoskopik lor vrachlarimiz ko'rishadi. Birgalikda biz ko'ramiz. Tashxisni aniqlashimiz kerak. Adenoid bormi yoki boshqa bir sabab bormi? Tashxisni aniqlaganimizdan so'ng Toshkentdagi yotib davolanadigan klinikamizda yordam ko'rsatsa bo'ladi. Bemalol
bolangizni olib kelishingiz mumkin. Keyingi savol, menda ham 15 yildan beri astma bor. Davolashadi, faqat gormon qiladi. Vaqtincha davo bo'ladi. Astma bilan yordam beradimi degan savol bergan bo'lsalar kerak. Albatta, bronxial astma bilan bizning klinikamizda muolaja olib natija olgan bemorlar juda ham ko'p. Bizning klinikaga murojaat qilsangiz, biz minimal dozada gormonlar ishlatib, bir nechta kursda, 4 ta 5 ta kursda xudo xolasa butunlay qutulishingizga yordam beramiz. Keyingi savol. Doktor, diffuz toksitskiy zob bor menda. Ko'zim bittasi kattalashgan. Gormonlar joyiga kelsa, ko'z ham qaytadimi joyiga? Iltimos javob bering. Endigi efirda kutib qolaman. Diffuz toksik buqoqda asoratlardan biri bu egzoftal, o'sha jirovoy tikan, ko'z olmasining orqasidagi jirovoy tikanning giperplaziyasi hisobidan ko'z sal oldinga chiqadi. Albatta, qalqonsimon bezni davolasak, gormonlar joyiga tushsa, etapma-etap egzoftal, ya'ni o'sha ko'z kattalashish ham joyiga tushadi. Lekin bu kamida 1 yil vaqt talab qiladi, kamida. Assalomu alaykum. Menda mioma 2,5 sm. Doktorga operatsiya deyishdi. Shuni davolash iloji bormi? Men operatsiyani xohlamayapman. Albatta, miomalarni, adenomioz tugunlarini, endometrioz kasalliklarini hujayra darajasida davolaganda samarasi bor. Ginekologimiz bilan birgalikda kompleks davolaymiz. Toshkentdagi klinikamizga kelishingizni tavsiya qilamiz. Keyingi savol. Men Qashqadaryodan, hozir Qarshida 9 yoshli o'g'limni davolatyapman. O'g'limning allergiyasi bor. Hozirgi holatini obstruktiv bronxitga davolanyapti. Hop, o'g'limdagi allergiya juda og'ir holatiga o'tmagan. Shu payt sizga davolatsam yengilroq tuzalib ketadimi yoki oldini olsak o'g'lim tez-tez shamollaydi. Immun tarafdan muammo bor. Qanday bo'lsam bo'ladi? Hozirgi muolajadan keyin uzoq vaqt o'tirsinmi, bola qiynalib qolaydimi? Maslahat bering. Menimcha bular 9 yoshli farzandlarda allergiya bor. Hozir davolanyapti. Qachon borsam bo'ladi deb so'ramoqchilar. Iloji boricha tezroq olib kelishni tavsiya qilamiz, chunki allergik holat kuchayishga moyillik bor. Ya'ni bu antitanalar, o'sha biologik faol moddalar yildan yilga, kundan kunga ko'payadi va bu afsuski og'ir bronxial astmaga o'tishi mumkin. Hattoki bronxial astmada ham gormonal preparatlarni biz ko'p guvoh bo'ldik. Birinchi kichik dozada boshlaydi, keyin o'rtacha dozada, keyin yuqori dozada gormonlar bilan bog'lanib qoladi. Shuning uchun bizning klinikamizga murojaat qilishingizni so'raymiz. Agar siz ham uzoq yillardan buyon allergik kasalliklar, bor a'zolarning kasalliklari, adenoidlar, tanzilitlar, gaymarit yoki bo'lmasam qalqonsimon bez kasalliklari, ginekologik kasalliklar, bo'g'im kasalliklari va boshqa yallig'lanish kasalliklaridan uzoq yillardan buyon aziyat chekayotgan bo'lsangiz va o'zingiz kutgan natija ola olmayotgan bo'lsangiz, bizning Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamizga murojaat qiling. Biz sizga yordam beramiz. Inject Medical ko'p tarmoqli klinikamizning manzili Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Nurziyo 42-xonadonda joylashgan. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.